erkak kishini xiyonati bilan ayol kishini xiyonatidagi farq, erkak kishi mehr muhabbat qo'ymay xiyonat ham qilishi mumkin boshqasi bilan. Ya'ni o'zini ayolini yaxshi ko'rishi mumkin, o'zicha, o'zini dunyoqarashidan kelib chiqib, o'zini ichki hissiyotlaridan kelib chiqib yaxshi ko'rishi mumkin. Bu xiyonat ham qilishi mumkin. Ayol kishi uchun xiyonatni boshlanishi ongdan boshlanadi. Agar ayol kishi sevmasa, rostakasini, o'shanda xiyonat qilishi mumkin. Lekin sevsa, hech qanaqasiga xiyonat qilmaydi. Erkak kishi oldin sevgi nimaligini tushunib olishi kerak. Bu mavzu уже mazavasi chiqib ketgan mavzu. O'zi aslida olgan. Xiyonat, kim xiyonat qilsa to'g'ri, kim noto'g'ri, ikkalasi xiyonat ham noto'g'ri. Umuman xiyonat o'zi noto'g'ri. Shundan boshlash kerak. Uni sabablari har xil bo'lishi mumkin. Lekin tabiati bor. Erkakning tabiati bor, ayolning tabiati bor. Shu bilan ajralib turadi. Mana shunda ajratib berishim mumkin. Nima uchun erkak kishi xiyonat qiladi, ayol kishi nimaga xiyonat qilishi mumkin yoki xiyonat qilmaydi. Shu farqini tushuntirib. Jamiyatda eksperiment qilishgan, o'tkazishgan. Oprosnik so'rashgan jamiyatdagilardan. Amerikada katta eksperiment qilishgan. Agar ayolingiz erkaklardan so'rashgan, hech qachon sizni xiyonatingizni bilmasa ayolingiz, xiyonat qilarmidingiz deb savol berganda 72% erkak kishi ha deb javob berdi. Xiyonat qilardim. 72%. Xuddi shu savolni ayollarga berishgan. Agar eringiz bilmasa hech qachon xiyonat qilarmidingiz deganda 68% ha deb javob bergan ayol. Endi tasavvur qilyapsiz, 4% farq. 4% erkak bilan ayollar orasidagi xiyonat qilish qilmaslik farq. Shuning uchun xiyonatni umuman qilish o'zi noto'g'ri. Uni oqlashga ham hojat yo'q. Har qanaqa xiyonat bu xiyonat, nomi bilan. Shu.